mashqumni ish qilasan a jin chiqib tilaging nima desa bir oyda 100 mingta patka chiqib ber dedimda. Hozir biz do'stlar tashlarda chiroyli hovli uyida obzorga kelganmiz. Mana shu hovli uyimiz. Bu tarafda umumiy 6 ta xonasi bor, 5 sotikga joylashgan. Kladovkadan boshlaymiz. Ombor sifatida turibdi. Bu yerda bitta mana oshxonamiz bor. Jihozlarni kelishib olasizlar. Narxi ham chiroyli. Oldin berilmagan narxiga beramiz deyapti. Bog'lari. Bu yerda qaranglar, tandir o'chog'i ham bor. Tayyor sharoitlar qilingan. Xo'p, mana bitta mehmonxonasi bor bu yerda. Bu tarafimizda demak o'sha yozgi hammom, hojatxona, orqa tomonda qo'y boqish uchun ham sharoitlar qilingan ekan. Xo'p, qaranglar endi bu yerda bitta katta mehmonxona hisobi turibdi. O'zi bu yer ikkita bo'lgan, bitta qilishib olgan ekan. Buni ham kursiyalar bo'ladi. Spalni qo'yib qo'yishgan. Aytgandek, umumiy 5 sotik maydonga ega. Hozir narigi tarafni ko'rib chiqamiz. Hozirdan kirish qarang, shunaqa turadi. Endi bu yerda bular yangi uy solingan. Mana bu yerda bitta xonasi bor. Mehmonlarimiz uchun chiroyli. Bu yerda yana bitta dam olish xonasi sifatida turibdi. Endi yon tarafiga o'tsak, yon tarafiga mana. Bu yerda masalan yoshlar, farzandlaringiz bo'lsa, kelin-kuyovlar uchun deymiz ko'proq. Mana yotoqxona hisobida xona va ichkarida o'sha qishki sanuzelari bor. Manzilimiz bu tarafdan yurganimizda Sadda masjiddan 100 metr ichki, ro'parasidagi ko'chadan 100 metr ichkariga kirganda ekan, narxi do'stlar yaqin 2-3 oy oldin berilmagan $80,000 berib yuboramiz deyishyapti. Ozmoz o'tib ham berishadi. Raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bu videoni tashlarlik do'stlarimizga tashlab qo'yamiz.